2020-yilda agentlikni endi boshlagan vaqtimizda biza loyihalarni qancha arzon olsak, shunchalik ko'proq ishlaymiz degan bir fikr bo'lardi, mindset bo'lardi. Ya'ni 300-500 dollar atrofida loyihalar olardik, lekin loyihalarni qancha arzon olganimiz sari o'sha loyihalarda ko'proq bizga nisbatan e'tirozlar, injiqliklar va talablar ko'payib bordi. Va bitta narsani tushunib yetdimki, loyiha qancha arzon bo'lsa, ushbu loyihani siz sotgan biznesmenni ham kutuvlar shunchalik baland bo'ladi. Buni asosiga keladigan bo'lsak, sizga arzon chek berayotganlar yoki oldin marketing bilan ishlamagan yoki katta ehtimol bilan oborotlari past bo'ladi. Masalan, sizga berayotgan 500 yoki 1000 dollari uni umumiy oborotidan bo'lishi mumkin 30%, balki 50% berayotgandir. Ya'ni pul jigardan degan gap bor. Hamma berayotgan pulni sizga jigaridan bergani uchun ham sizdan ko'proq talab qilishni boshlaydi. Hozirgi paytda foyda marketing agentligimiz bilan 20 ta bo'ldi loyihalarimiz soni va 13 oyda 20 ta loyihalarga olib chiqdik. Hozirgi paytda eng minimum chekimiz 2000 dollar, eng katta chekimiz 5000 dollar atrofida. Ya'ni umumiy olganda o'rtacha 3000 plus chekka sotamiz deb ayta olaman. Va hozirgi paytda loyihalarimiz ancha bizdan mamnun, natijalar qilishimiz uchun bemalol sharoit qilib bera olyapti, to'lovlardan muammo bo'lmayapti. Ya'ni xotirjam o'zimizning ishimiz haqida o'ylash uchun bizda yetarlicha fokus va energiya bo'lyapti. Va bu mijozlardan injiqlik kamligi, ya'ni mijozlarning talablari bizga nisbatan katta cheklarda kamaygani hisobiga. Shuning uchun ham men hamma mutaxassislarga aytaman, hozirgi paytda ko'p shogirdlar bilan ishlaymiz, ko'p marketologlar qanaqadir konsultatsiya olishga kelishadi va ko'pchiligida xuddi biza 2020-yilda boshlagan muammoyimiz. Ya'ni o'zi arzonga ishlayapti va qo'yayotgan talabi biza 5000 dollarga ishlayotgan loyiha bilan deyarli bir xil. Ya'ni siz baribir bitta ishni qilasiz, faqatgina berayotgan qiymatingizga nisbatan kamroq pul to'layapsiz. Buni yana ham soddaroq misollarda olib chiqishimiz mumkin. Misol uchun siz bozorga bordingiz va qanaqadir mahsulotni arzon narxda sotyapsiz. Deylik, uni standart narxi 1000 so'm. Olma olasiz, 1000 so'mga sotib olishingiz kerak. Lekin 500 so'm qo'yib qo'ydi. Sizni o'zi xayolingizda paydo bo'ladi, qanaqa qilib buni 500 so'mga sotyapti, o'zi mahsuloti yaxshimi? Va sizda ko'proq savollar paydo bo'ladi. O'zi bu qanaqa, ichi qurtlamaganmi, irimaganmi, yengimi? Ya'ni savollar ko'payaveradi. O'zini narxida bo'lsa, endi bu yaxshi, masalan, qiymatga yarasha olyapsiz. Agar qimmat bo'ladigan bo'lsa, xayolingizda avtomatik tarzda bu qimmat produkt, bu masalan menga ko'proq qiymat bera oladi va buni olsam bo'lishi mumkin natural yoki bo'lishi mumkin qanaqadir boshqacha turdagi mahsulot. Shuning uchun ham qimmat produktlarda ancha ishlash osonroq va bu produktni siz o'zingizdan maza qilib ishlaysiz. Endi biza foyda marketing agentligida qanaqa qilib qiymat beramiz va qimmat chekka loyiha olamiz. Bu video darsligimizda 3000 dollar chekka loyiha olish deb nomlanadi va sizlarga o'zimizning foyda marketing agentligida shaxsiy tajribamiz orqali qanaqa qilib bunaqa chekka loyiha olishimiz bo'yicha hamma tajribalarimni berib o'taman. Umumiy hisobda bu darslikni 5 ta qismga bo'lsak bo'ladi. Ya'ni birinchi qism nisha tanlash. Juda ko'pchilik shu mutaxassislar mendan savol berishadi. Qanaqa nishada ishlaganim yaxshi? O'zi nishalash kerakmi yoki mass marketingda hamma proyekt bilan ishlaganim yaxshimi? Ikkinchisi loyiha topish. Ya'ni loyihani qanaqa topsa bo'ladi? Masalan, menda target qilish uchun pulim yo'q yoki hali shaxsiy brendim yo'q. Tekinga ham loyiha topish usullari bormi, yo'qmi? Uchinchisi filtr qo'yish. Ya'ni hamma bilan ishlab ketirish kerakmi yoki qanaqadir kriteriyalar bormi loyiha tanlayotganda? To'rtinchisi переговор qilish, ya'ni переговор qanaqa o'tkazilish kerak o'zi, qanaqa ko'ndirsam bo'ladi, qanaqa переговор yutsam bo'ladi va aynan shu переговор qismida siz qimmatga sota olasizmi yo'qmi, ko'p narsa hal bo'ladi. Bu umumiy oxirgi qismimiz bo'ladi bizda. Xo'p. Endi birinchi bo'lib nisha tanlashdan boshlaymiz. Boya aytib o'tganimdek, ko'pchilik mendan bu savolni so'raydi va meni yagonagina javobim bor. O'zi umuman holatda 3 xil holatda nishalashsa bo'ladi. Birinchi holatda bu soha bo'yicha nishalashingiz, ya'ni siz kim bilan ishlaysiz? Tibbiyot, ta'lim, bo'lishi mumkin ishlab chiqarish, bo'lishi mumkin retail sohasi, ya'ni biznes turlariga qarab turib siz bitta biznes turini tanlaysiz va shu bo'yicha nishalashasiz. Ikkinchisi xizmat turi bo'yicha, masalan SMM, shaxsiy brend, production, ya'ni video production o'zini, targeting xizmatini o'zini ko'rsatishingiz mumkin, branding yoki performance marketing. Xo'p, uchinchisi mass marketing, ya'ni istalgan biznes turi bilan marketing sohasidagi istalgan uslugani ko'rishingiz mumkin va mana shu 3 ta sohaning ichida ham qanaqadir kombinatsiyalar o'zi o'ylab topsangiz bo'ladi. Endi agar siz sohaga eng kirib kelgan bo'lsangiz va hali sizda loyihalaringiz bo'lmasa, sizga nishalashni tavsiya bera olmayman. Buni sababi hali siz ochsiz, ya'ni qorningiz och va ovqat tanlash uchun birinchidan to'g'ri ham bo'lmaydi och qornga ovqat tanlash va ikkinchidan agar siz tanlaydigan bo'lsangiz juda ko'p imkoniyatlarni
qo'ldan boy berib qo'yasiz. Shuning uchun ham agar sizda loyiha bo'lmasa va endi kirib kelgan bo'lsangiz, umuman nishalash haqida o'ylamang. Faqatgina yangi loyihalarni ko'proq olib, ularni natijaga olib chiqish haqida o'ylang va avtomatik tarzda hayotda o'zi nishalashtirib qo'yadi. Masalan, bizda shunaqa holatlar bo'lgan. 2020-yilda ko'proq ishlab chiqarish bizneslari bilan boshlaganmiz. Undan keyin qurilishga o'tib ketganmiz. Ya'ni bitta qurilishda yaxshi case qilganimizdan keyin to'liq bizga keladiganlar, uni tanishlari, natijamizni ko'rib keladiganlar qurilish bo'lib ketgan. Masalan, hozirgi paytda bizda ishlab chiqarish ko'proq. Startaplar ko'p. Ya'ni aynan shu sohalarda yaxshi natija qilyapmiz. Masalan, Crafers, Turon ullari, Taretto, Enok, ya'ni ishlab chiqarish va distributsiyada ishlaydigan sohalarda zo'r natijalar qilib beramiz. Shuning uchun ham xuddi shunga o'xshagan bizneslar bizning atrofimizda yig'ilishni boshlayapti. Endi qaysi nishada ishlashni tanlab oldingiz, undan keyingi etap loyiha topish etapi. Mana shu etapda juda ko'pchilik pulga taqab qoladi. Ya'ni men hozir target qilishga pulim yo'q, qanaqa loyiha topsam bo'ladi, menga loyiha kelmayapti degan savollarni berishadi. Biza loyiha topish bo'yicha juda ko'p bepul instrumentlarni o'zimiz ham ishlatib ko'rganmiz. Chunki qaysidir ma'noda endi boshlayotgan paytimizda, masalan 2020-yil agentlikni endi ochgan paytimda bir so'm pulim bo'lmagan, qaysidir ma'noda qarzga agentlik ochganman va xuddi shu tekin instrumentlarni ishlatib loyiha topishga majbur bo'lganman. Xo'p, bu qanaqa instrumentlar? Eng birinchisi tanish bilish orqali. Bekorga ham networking qilinglar deyilmaydi. Networking bu sizni juda qiyin vaziyatlarda bepulga qutqaradigan instrument hisoblanadi. Tanish bilishlar orqali kimlarni o'zi tanish bilishsa bo'ladi. Bu sizni hozir masalan telefoningizni ochasiz, qaraysiz. Kontaktingizda kimlar bor? Mana shular sizni hammasi tanish bilishlaringiz. Yoki Instagramda kimlar sizga follow qilgan va kimga siz follow qilgansiz. Ya'ni bular ham sizni tanishlaringiz. Undan tashqari yana qanaqadir platformalarda sizni umumiy tanish bilishlar bor. O'tirasiz, umumiy tanishlarning hammasini ko'rib chiqasiz va kimlar qaysi joylarda ishlayapti. Agar esingizdan chiqib ketgan bo'lsa, anchadan muloqot qilmayotgan bo'lsa, prosta salom alaykum qilib turib, ularga yozsangiz bo'ladi. Qalaysiz, yaxshimisiz, nima ishlab qo'yasiz? Va katta ehtimol bilan kimdir qaysidir kompaniyada ishlayotgan bo'ladi. Chunki hozir paytda davlat ishlari ancha kamayib ketgan, ko'pchilik частный sektorda ishlayotgan bo'ladi. Va o'sha tanishingizga siz marketing bilan ishlayotganingizni, qanaqadir loyihalar bilan ishlayotganingizni va ularga ham shu uslugani qilib bera olishingizni aytsangiz bo'ladi. Endi undan tashqari yana bitta yaxshi instrument bor, Instagramdan foydalanish. Hammada shaxsiy profili bo'lsa ham kamida 100 ta yaqin tanishlar o'tiradi. Siz shu tanishlaringizdan bitta istoriya qo'yasiz, sotuvchi. Masalan, assalomu alaykum, men ismim Sharifim. Hozirgi paytda marketing bo'yicha xizmatni ko'rsatyapman. Men kompaniyalarga marketing xizmat ko'rsatib, mana shu natijalarga erishganman degan video qo'yasiz va tanishlaringizdan aynan shu siz qo'ygan storiesni o'zlarining storieslarida repost qilib berishlarini so'raysiz. Bu nima beradi desa, taxminan masalan siz o'zingizda 50 ta axlat bo'lsa, shu 50 ta tanishingizga iltimos qildingiz, qo'yib berishdi. 50 tadan 50 tasi agar qo'yadigan bo'lsa, bu taxminan 2,5 mingta odam ko'radi degani va 2,5 mingtadan minimum 10% odam qiziqish bildirdi deganda ham bu 250 ta, uchrashuvni 10% ga belgilasangiz 25 ta, 10% ga sotsangiz ham taxminan 2,5 ta 3 ta proyektni bemalol olsangiz bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi ish beruvchi platformalar. Biz o'zimiz ham ko'p ishlatganmiz buni. Headhunter degan sayt bor. Agar hozir kiradigan bo'lsangiz, kamida 1000 ta odam marketing bo'yicha uslugani Headhunterdan qidirishyapti. Ular qizib turgan klientlar. Ya'ni ularga ishchi kerak, lekin hozirgi paytda eng katta muammolardan biri ko'pchilik borib shtatda ishlagingiz kelmaydi. Hamma outsource bo'lishni xohlaydi. Shunga o'xshagan kompaniyalarga o'zingiz rezyumengizni tashlaysiz va sizga aloqaga chiqishgan paytda, "Yo'q, men shtatda ishlay olmayman, men freelance ishlayman yoki shtatda ishlayman" deb ham aytishingiz mumkin va shu orqali переговор o'tkazib loyiha olasiz. Biz Kubix beton loyihasini xuddi shu usul bilan olganmiz va uni cheki bizaga 3 oy uchun taxminan $5000 ga aylangan. Xo'p, Telegram communitylar, PR UZB, Marketing guruhi, SMM Jobs.uz, Marketing choyxona, shunga o'xshagan juda ko'p kanallar bor. Shu kanallarda kunora kamida 2-3 ta vakansiyalar tashlanadi. Kim birinchi bo'lib aloqaga chiqsa, kim shu vakansiyalarni tutib olsa, bu yerda ham loyiha olish uchun juda katta imkoniyat bor va bu tekin. Xo'p, 4-chi instrument bu research, ya'ni qidirish. Masalan, siz oldin qanaqadir uchimli sentr yaxshi yurg'izgansiz va yaxshi кейsingiz bor. Xuddi shunga o'xshagan uchimli sentrlarni topish uchun Instagramda bolalar montajda qo'yib ketishadi. Kichkinagina plus belgisi bo'ladi. Mana masalan, Cambridge qidirdingiz, Cambridge qidirib yoniga kirganingizda follow qilish nuqtasi va plus nuqtasi bo'ladi. Shuni bosganingizda xuddi Cambridgega o'xshagan bizneslarning o'zini Instagram chiqarib beradi. Ya'ni siz rezultat qilganga o'xshagan bizneslarni topishingiz uchun bu juda ham yaxshi yordam beradi. Endi ularga bo'lsa
переговор sotishingiz kerak. Buni bo'lsa, undan keyingi hozir bosqichda tushuntirib o'tib ketaman. Keyingisi target, mana bu hozirgi ko'rib chiqqan umumiy 4 instrumentimiz bepul. Endi keyingilari nisbatan pulli deb aytsak ham bo'ladi. Target orqali sotuvchi kreativ yozasiz va shu o'zingizni uslugingizni bildirib, lead generatsiya qilishni boshlaysiz. Hozirgi paytda o'rtacha $1 dan $2 bitta mijoz tushyapti. Agar $100 tikadigan bo'lsangiz, minimum olganda 50 ta mijozni raqamini olsangiz bo'ladi va ularga hozirgi paytda minimum agar filtrlarni kuchli qo'yganingizda ham 5% konversiya qilish ehtimoli bor. Xo'p, eng oxirgi instrumentimiz bu shaxsiy brend. Shaxsiy brend qimmat sotishda eng muhim instrument hisoblanadi. Chunki siz yangi loyihaga borayotgan paytingizda birinchi navbatda ularni ishontirishingiz kerak-da ekspertligingizga. Shaxsiy brend orqali chiqayotgan mijozlar bo'lsa, ular sizni уже ekspertligingizni ko'rib, qilayotgan ishlaringizni ko'rib, ya'ni o'zi tayyor bo'lib chiqadi. Faqatgina nima ishlar qilib berishingizni bitta kelishib olib, ular bilan shartnoma tuzsangiz bo'ldi. Endi hozirgi paytda biz Foyda marketing agentligida deyarli 90% mijozlarimiz shaxsiy brend orqali chiqadi va shuning uchun ham katta chekka sotish, сделкani oson yopish va avtoritetdan foydalanib переговорda yutish imkoniyati bizda juda ham katta. Endi shaxsiy brendni qanaqa yuritish kerak deydigan bo'lsak, endi qisqacha aytaman. Sohaga oid bilimlar bering, sohaga oid bo'layotgan muammolar bilan bo'lishing, o'zingizni shaxsiy fikrlaringizni bildiring. Ya'ni bu yerda shaxsiyat ham juda ham muhim. Bu sizni qadriyatingizni ham ko'rsatish uchun imkoniyat bo'ladi. Eng muhimlardan bittasi case va natijalar. Masalan, hozir qilayotgan case'ingiz yoki oldin qilgan case'ingiz va u qanaqa natija bilan tugadi. Va mijoz feedbacklari ham juda ham yaxshi ishlaydi. Biz o'zimiz ham Foyda marketingda ko'p ishlatganmiz. Mijozdan feedback olasiz va shuni o'zini targetga qo'ysangiz ham, tadbirkor atrofidagi boshqa uni taniydigan tadbirkorlarga shu uslubga kerak bo'lsa, ular ancha iliq va qizigan mijoz tariqasida sizga kelishadi. Xo'p, uchinchisi filtr qilish. Mana endi loyiha topdingiz, endi uni ichida filtr qilib olishingiz kerak. O'zi qaysi loyihalar bilan biz ishlasak, biz uzoq muddat ishlay olamiz. Agar sizda loyiha bo'lmasa, filtr qilmang. Agar sizda bir nechta loyihalar bo'lsa, filtr qilib to'g'rilashga harakat qiling. Bu boya aytib o'tganimdek, och qorinda ovqat tanlashga o'xshaydi. Qorningiz och, ovqat tanlay olmaysiz, u sizga foydalimi, foydasizmi? Hozir birinchi o'rinda qorinni to'g'izib, energiya olish haqida o'ylash kerak. Lekin bitta filtr, ya'ni prinsip hech qachon esingizdan chiqmasin. Ya'ni ushbu loyiha sizni qadriyatingizga mos kelsin. Qolgan tomonlarni o'ylaymiz. Endi 2-3 ta loyiha olganingizdan keyin filtr juda ham muhim. Endi filtr qilayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Boya aytib o'tganimdek, birinchisi va o'zgarmasi bu prinsiplaringizga to'g'ri kelsin. Ya'ni sizni qadriyatingizga mosmi? Endi hammada qadriyat har xil, bu bo'yicha o'zingizni shaxsiy prinsiplaringiz bo'lishi kerak. Ikkinchisi target qilish osonmi? Ya'ni siz ishlamoqchi bo'lgan loyihada uni mijozlarni topish osonmi? Bir xil biznesda bo'ladi, faqat shu offlaynda ishlaydi yoki juda traditsion marketingga asoslangan. Bunaqa bizneslarda mijozni topish qiyin. Uchinchisi, biznes qachondan beri mavjud. Ya'ni biznes qancha ko'p yildan beri ishlayotgan bo'lsa, katta ehtimol bilan ularda kapital bor va davom etish ehtimoli ham juda katta. Startaplarda bo'lsa, bu narsa 50-50 startap yo yaxshi yurib ketadi yoki produkt yaxshi bo'lmasa, bozordan chiqib ketish ehtimoli ham katta. To'rtinchisi, oldin marketing bilan ishlaganmi? Ya'ni agar marketing bilan ishlamagan bo'lsa, siz birinchisi bo'lasiz va marketing sferasiga biladi. Marketingda birinchi bo'lish bu eng yomon tajriba. Ya'ni u qanaqa ishlash kerak o'zi marketolog, nima kutish kerak, qanaqa gaplash kerak, qanaqa KPI qo'yish, ya'ni umuman hech nimani bilmaydi. Masalan, sizdan sotuvni bir necha barobarga oshirish so'rashi mumkin yoki smart bo'lmagan maqsadlarni qo'yadi. Va oxirgisi, doimiy mijozlari bormi? Ya'ni masalan, biznesda agar 50% savdosi doimiy mijozlardan kelsa, siz qolgan 50% o'stirish haqida o'ylaydigan bo'lsangiz, уже biznesda qanaqadir kapital bor va biznes egasida ham va sizda ham stress anchagina kam bo'ladi. To'rtinchisi muhimi, mana endi filtr ham qo'ydingiz, kimlar bilan ishlashingizni hammasini aniqlab oldingiz. Endi ularga sotishingiz kerak. Ya'ni переговор o'tkazish etapiga borish o'zi ham bitta katta challenge. Biza shuning uchun ham переговор sotamiz. Ya'ni переговорga ko'ntirishni usullari bor. Masalan, deylik, siz boy Instagram o'rgatgan usulimiz orqali qanaqadir bizneslarni topib oldingiz. Deylik, siz Najot ta'limda ishlagansiz. Endi Cambridgega o'zingizni usluga sotmoqchisiz. Va Cambridgega shunaqa
ko'rinishda matn yozasiz, ya'ni ularga SMS, direct orqali SMS yozasiz. Buni qo'ng'iroq orqali ham amalga oshirish mumkin, Gmail orqali ham qilishingiz mumkin. Kontaktini topib olsangiz bo'ldi asosiysi va ularga aytasiz. Menda sizni savdoyingizni 2 baravarga o'stiruvchi instrument bor. Agar qiziq bo'lsa, siz bilan gaplashamiz. Ya'ni bu yoqda ko'pchilik qanaqa yozadi? Men o'zimga ham, masalan, mutaxassislar shogird tushmoqchi bo'lib yozishadi, lekin o'zim sota olmaydi. Ya'ni u yoqda bir tonna tekst bo'ladi-da. Bu yerda sotuvchi tekst emas. Men 19 yoshdaman, bunaqa tarbiya ko'rganman, men joyda menda vaqt yo'q. Ya'ni biznes egasida ham, masalan, sizni SMSingizni ko'rib o'tirishga yoki o'qib o'tirishga vaqti bo'lmasligi mumkin. Lekin aniq offer bilan yoziladigan bo'lsa, uni qiziqtirib qo'yadi. Ya'ni odamlarga qanchalik mavhum bo'lsa, qanchalik sirli ko'rinsa, shunchalik qiziq bo'laveradi SMSingiz. Shuning uchun ham, masalan, o'zingizni tanishtirasiz. Assalomu alaykum, ismim masalan Akbarjon Motoraliyev. Sizga sizni marketingingizni o'stirish uchun, konversiyangizni 2 baravarga ko'tarish uchun yoki mijozlar oqimini nechadir foizga o'stirish uchun tayyor marketing instrumentlar bor va real keyslar bor. Agar qiziq bo'lsa, sizga shuni taklifini beraman. Va bizning o'zimizning o'quvchilarda ham juda ko'p keyslar bo'lgan. Bu instrument juda yaxshi ishlaydi. Boya aytib o'tganimda, insonlarga sirli narsalar ko'proq qiziq. Xuddi ko'chada konvert topib olishga o'xshaydi. Masalan, tasavvur qiling, ko'chada bitta yopiq konvert turibdi. Katta ehtimol bilan shuni ichini ochib ko'rib, ichida nima yozilganini ko'rgingiz keladi yoki sizga xat kelsa ham, konvert yopiq holatda bo'lgani uchun katta ehtimol bilan ko'rgingiz keladi-da. Lekin hozir masalan ko'p narsa yozsangiz, hozir instrumentlar chiqib ketgan, masalan, bunda bosib tursa, SMSni ochmasdan turib o'qib olsa bo'ladi va katta ehtimol bilan agar uzun tekst bo'ladigan bo'lsa, sizni ma'lumotlaringiz o'qimaydi. Va shu tariqa ular bilan переговор o'tkazishga kelishib olasiz. Ya'ni переговорni sotib olasiz. Endi mana muhim etapi va shu etapda siz qimmatga sota olasizmi yoki yo'qmi, shu narsa hal bo'ladi. Ya'ni переговор o'tkazish. Biza foyda marketing agentligimizda umumiy 2 xil ko'rinishda переговор o'tkazamiz. Birinchi переговор bizada ko'proq biznes haqida ma'lumot berish va avtoritet o'rnatishga asoslangan. Ikkinchi переговорimiz bo'lsa, mijozning xohishlaridan kelib chiqib, ular uchun customize, ya'ni individual решение berib, ularga o'sha qimmat chekka sotishga harakat qilamiz. Endi birinchi переговор qanaqa ko'rinishda o'tadi? Birinchi o'rinda переговорga borishdan oldin iloji boricha brief olishga harakat qiling mijozdan. Brief bu shu biznesni haqida umumiy sizga qisqa ma'lumotlar beradi. Masalan, biznes o'zi nima faoliyat bilan ishlaydi, qancha marketingga pul ajratishga tayyor, oldin marketing bilan ishlaganmi, agar ishlagan bo'lsa nimaga chiqib ketgan. Boya filtr dedim-ku, haligi filtr savollarini mana shu briefda qo'yib oladigan bo'lsangiz, u bilan o'zi umuman переговор qilasizmi, yo'qmi, shu narsani aniqlashtirib olasiz. Endi brief olgandan keyin borib переговор o'tkazasiz. Переговор qanaqa ko'rinishda o'tishi kerak? Birinchi navbatda ana ko'pchilik borishi bilan o'zini tanishtirib ketadi. Biznes egasiga ko'p savol bermaydi, o'zi ko'proq gapiradi. Переговорda bitta oltin qoidasi bor. Kim savol bersa va kimni gapirtirsa shu yutadi. Ya'ni ko'p gapirgan yutqizadi переговорda, kam gapirgan yutadi. Endi biz qanaqa ko'rinishda переговор qilamiz? Birinchi o'rinda ular bilan yaxshi munosabat o'rnatib olamiz. Masalan, oldin kim bilan ishlagan, qaysi marketing bilan ishlagan, umumiy biznesda qanaqa tanishlarimiz bor. O'zbeklarda bor, mahalla qattan deydi. Ya'ni mahallasi qattanligini bilib olishimiz kerak. Bu ishonch orttiradi va sizdagi hayajonni yo'qotadi. Ya'ni sizda baribir birinchi переговор o'tkazayotgan paytda qanaqadir hayajonlanish, nafas tiqilish shu narsalar bo'ladi va umumiy ingliz tilida ham speaking kirib ketayotganda shu narsa bor, warm up deydi. Mana speaker bilan bitta gaplashib ol deydi. Hello, how are you deb bir ikkita savol bergin deydi va bu seni hayajoningni kamaytiradi. Ya'ni siz ham munosabat o'rnatib olsangiz, ancha hayajonni kamayadi. Keyin avtoritet o'rnatish kerak. Kimsiz, nimasiz, kimlar bilan ishlagansiz, qachondan beri ishlagansiz, ya'ni umumiy o'zingiz haqingizda juda ham bir avtoritet o'rnatadigan ma'lumotlarni realniy keyslar bilan aytib o'tib keting. Va u yog'iga biznes egasiga ko'proq savollar bering. Ya'ni oldin o'zim marketing bilan ishlaganman, nimalar bo'lgan, qanaqa kutuvlari bo'lgan, hozirgi holati qanaqa, bu sizga A nuqtasini bilib olishga yordam beradi. Endi B nuqtasini bilish uchun uni kutuvlarini so'raysiz. Masalan, marketingda nima kutyapsiz? Agar biz siz bilan ishlaydigan bo'lsak, biza qanaqa natijalar qilib berishimiz kerak? Siz uchun masalan prioritetni nima? Ko'pchilik aytadi, sotuv oshirish kerak, o'zini oshirish kerak, bir nechta narsa aytadi va prioritetni bilib olish kerak. Qaysilar sizga birinchi o'rinda muhim? Hozirgi A nuqtasi, ya'ni umumiy sotuv nechta, konversiya qanaqa agar ma'lumotlar bo'lsa va B nuqtada nima xohlayapti? Masalan, necha baravarga oshirmoqchi? Agar kutuvlari juda baland bo'lsa, masalan, aytish mumkin 10 baravarga oshirmoqchiman, 8 baravar, 5 baravar va bu smart maqsad emas.
smart bo'lishi mumkin agar byudjetdan masalan million dollarlab tiksa. Shunaqa holatda o'sha yerda o'zi kutuvni to'g'ri qo'yib ketish kerak. Ya'ni siz aytayotgan narsangiz masalan smart emas. Ya'ni bunaqa tarzda emas u. Deylik, biz sekinlik bilan o'stiramiz. Birinchi 10-20% haqida o'stirishni topib olaylik yoki o'sish nuqtasini topib olaylik. Keyin shu qismiga ko'proq pul tikadigan bo'lsak, biza yaxshiroq natija qilsak bo'ladi. Masalan, marketingda customer acquisition cost degan narsa bor. Ya'ni bitta mijozni narxi sizga kelishi. Bu shu lead bo'lib, konversiya bo'lib kelganda bitta mijoz masalan 20-30 dollarga tushishi mumkin. Biza bitta mijoz narxini topib olsak va konversiyalar o'zgarmasa, lead narxi o'zgarmasa, 1000 ta mijoz kerak bo'lsa, masalan 2 dollar bo'lsa, 1000 ta mijoz sizga 2000 dollarga tushadi. Ya'ni umumiy qancha byudjet ketishi hammasini smart maqsad sifatida qo'yib olsa bo'ladi. Endi umumiy hamma ma'lumotni bilganingizdan keyin shu qismida umuman sotmang. Ya'ni ikkinchi переговорni sotib keting. U yerda nima deysiz? Bo'ldi, siz haqingizda va umuman kompaniya haqida hamma ma'lumotni bildim. Xudo xolasa yana qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa sizdan so'raymiz, alohida bo'lamiz. Keyingi переговорni 2-3 kundan keyin siz bilan o'tkazamiz. Va u переговорda siz uchun individual strategiya, ya'ni yondashuv ko'rinishida taklif ishlab chiqamiz degan narsani aytasiz. Mijozlar individual yondashuv juda ham yaxshi ko'radi. Ular hammaga bir xil narsa sotishni yomon ko'radi va o'ziga nisbatan hurmatsizlik sifatida oladi. Shuning uchun ham ikkita переговор bo'lishi kerak va ikkinchi navbatda sizni nima ish qilishingizni, u biznesga qanaqa foyda keltirishingizni bilmasdan turib, siz xohlayotgan chekka sotib olishga tayyor bo'lmang. Shuning uchun ham ikkinchi переговор kerak. Endi ikkinchi переговорda biz nima qilamiz? Umumiy nima ishlar bajarishimizni Xmind ko'rinishida, fayl ko'rinishida beramiz. Va u yerda kommersiy предложение alohida PDF ko'rinishida bo'ladi. Ya'ni kommersiy предложение paytida ikkinchi переговорni уже o'tkazayotgan paytimizda biza baribir yana ana bosqichlarni esdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin biznes egasini. Umumiy avtoritet o'rnatib olamiz, nima ishlar qilganmiz, ya'ni social proof, dalillarni ko'rsatamizda, undan keyin mana sizlar uchun individual tarzda biza strategiya yoki roadmap ishlab chiqdik deb turib, endi har bitta qiladigan ishlarimizni detalizatsiyasini ko'rsatamiz va bu yoqda individual yondashuv bo'lishi kerak. Ya'ni biznes nima xohlaganini birinchi переговорda sizga aytuvdi, xuddi shuni natijasini olib turib, o'zini gapini bizani sohaga to'g'rilab, qaysi ma'noda parafrez qilib, taklif ko'rinishida qilib bersangiz bo'ldi. Shunda biznes o'zi xohlayotgan narsani siz berayotganingizni ko'radi va ishonchi oshadi. Endi bu qismida masalan content plan qanaqa bo'ladi, o'zi umuman roadmapimiz nimalardan iborat, strategiya qismida nima qilamiz, tadqiqot qismida nima qilamiz, performance marketing qismida nima qilamiz, lead generatsiya jarayoni qanaqa bo'ladi, content marketing jarayoni qanaqa bo'ladi. Umumiy hamma jarayonlarni yoritib beramiz va ularga o'zimizning gipotezamiz bo'yicha takliflarni beramiz. Endi hammasini ko'rgandan keyin ular bilan savol-javob ko'rinishida bo'lish kerak. O'qituvchi sifatida sotib qo'ymang, doktor sifatida soting, doimiy savollar bering, tushunmayotgan joylarda nimani tushunmayapsizlar, nimani tushunyapsizlar, ya'ni umumiy muloqot ketsin. Bo'lmasa переговор paytida ular uxlab qolishlariga sababchi bo'lib qolasiz. Endi hammasini ko'rsatganimizdan keyin bo'ldi. Hamma narsa tushunarli. Endi biza aynan kommersiy предложение qismiga o'tamiz. Va bu yoqda juda muhim qismlari bor qimmatga sotish uchun. Birinchi o'rinda biza loyihada kimlar ishlashini ko'rsatamiz. Ya'ni mana loyiha qanchalik kattaligi, nima etapli bo'lishini ko'rsatdi. Ya'ni ishimiz muhimligi, qo'pol qilib aytganda nechta g'isht terishimizni ko'rsatib berdi. Ya'ni ish katta obyomi. Endi bu loyihada kimlar ishlaydi? Masalan, biz ko'rsatamiz, kamida SMM loyihamizda ham 8 ta mutaxassis ishlaydi. Bu tadqiqotchi, project manager, ya'ni loyiha menejeri, SMM manager, marketolog, operator montajchi, stories maker, ya'ni targetolog, kontekstolog, ya'ni shu insonlar siz loyihangizda ishlaydi. Umumiy hisobda 8 ta inson ishlaydi. Shu yerda kutuvi to'g'ri qo'yib ketish kerak. Agar shu 8 ta odamni hozirgi paytda mana yaqinda statistika chiqdi, Toshkent shahrida 10 million ekan o'rtacha oylik. Agar shu 8 ta odamni o'zi ishga oladigan bo'lsa, taxminan 80 million pul to'lash kerak. Bu bilmayman, shu 6000-7000 dollar atrofidagi pul. Endi biza shu mutaxassislar bizda ishlaydi va siz o'zingizda marketing bo'limi bor deb his qilsangiz bo'ladi. Ya'ni hamma jarayonlarni o'zimiz boshqarib beramiz va shu uchun biza 3000 yoki 4000 dollar narx so'raymiz degan offerni berasiz. Shunda u ishni ko'ryapti, kimlar ishlashini ko'ryapti va unda anchagina risklar kamaydi. Ya'ni ob'yomga nisbatan to'g'ri pul so'rayapti, ya'ni to'g'ri qiymatga yarasha pul olyapti degan kutuvlar bo'ladi. Va shu yerda yana muhim joyi bor. Siz ko'rsatib ketishingiz kerak. Masalan, agar yangi anaqa
birinchi marta loyiha olayotgan bo'lsangiz, unda riski bo'ladi. Masalan, aytish mumkin, mana bilan ishlab turib, natija qilmasamchi deganda, riskiga garantiya berib ketishingiz kerak. Bu psixologiyada risk free guarantee deydi. Ya'ni mijozni riskini qanchalik yo'q qilsangiz, u sizga shunchalik ko'p to'lashga tayyor. Masalan, aytishingiz mumkin, biz $5000 ishlaymiz, risk 100% bo'ynimizga olamiz. Agar natija bo'lmasa, 100% pulni qaytarib beramiz. Shunaqa deb risk berishingiz mumkin. Lekin agar anchadan beri ishlayotgan mutaxassis bo'lsa, sizda o'zi holatlar tayyor bo'lsa, 100% riskni bo'yningizga olmay, qanchadir qismini olsangiz bo'ladi. Masalan, aytishingiz mumkin, 50% fiksiya, masalan, $3000 berasiz, 1,5 ming fiksiya. Bu shu qilayotgan ishimiz, mehnatimizga, 1,5 mingni natijaga asoslanib. Endi agar prям super optingiz bo'lsa, umuman natijaga kafolat bermasangiz ham bo'ladi. Endi eng muhim joyi bular o'ylab ko'raman deydi. Ya'ni shu o'ylab ko'rmasligi uchun, shu yerda o'zida konversiya qilish uchun ularga defitsit berish kerak. Ya'ni scarcity error degan psixologiyada shunaqa narsa bor. Odamlar qanchalik vaqt tugashi sari yoki mahsulotning miqdori tugagani sari tezroq qaror qabul qilishga shoshiladi. Endi aytib ketsangiz bo'ladi. Masalan, keling, mana shu yerda o'zida hal qilamiz. Masalan, nima sizni o'ylantiryapti? Aynan nima sizni ko'proq riskka solyapti? Men shu yerda o'zida sizga o'zimni xulosalarimni berib ketaman. Kechagina biz yaqin bitta proyekt oldik, performance marketing bo'yicha. Juda bir konkretniy gaplashadigan odamlar ekan, o'sha yerda o'zida hal qilib, shu ular xohlayotgan narsa, biz xohlayotgan narsa o'rtasini topdik, narxga kelishib, 5 olib, nima deydi, 50% avansimizni oldik. Xuddi shunaqa, masalan, shunga o'xshagan savol berasiz va aytishingiz mumkin, masalan, $3000, agar hozir shu yerda hal qiladigan bo'lsangiz, sizga 2,5 ming qilib beraman. Yoki unaqa demaydigan bo'lsangiz, boshqacharoq defitsit qo'yib bo'ladi. Masalan, 3 kun ichida agar javob berib yuborsanglar, $2,5 qilib beramiz. Undan keyin bu kommersiya предложение o'zini kuchini yo'qotadi. Va ular mana shu skidkadan yoki shu vaziyatdan foydalanish uchun ham tezroq qaror qabul qilishga harakat qilishadi. Ya'ni umumiy hisobda mana shu umumiy 5 ta etapdan loyiha o'tganda o'tadigan bo'lsangiz, xudo xolisa bemalol qimmat chekka sota olasiz. Lekin bitta narsa kutuvi to'g'ri qo'yib oling. Bu instrumentlar sizga o'zingizni hozirgi sotayotganingizdan ko'ra bir necha barobar qimmatroq sotishga yordam beradi. Masalan, agar $500 ga sotib yurgan bo'lsangiz, 3000 ga harakat qilmang. 1000 yoki 1,5 mingga sotishga harakat qiling. Agar 1000 ga sotib yurgan bo'lsangiz, 2000 ga soting. Agar 2000 ga sotib yurgan bo'lsangiz, 3000 ga sotishga harakat qiling. Shu instrumentlardan foydalanib. Chunki birinchidan agar juda qimmatga sotib oladigan bo'lsangiz, siz o'zingizni komfort zonaga tushib qolish ehtimoli juda katta va hali bunaqa ko'rinishda ishlamaganingiz uchun bu pulga nisbatan yetarlicha qiymat bera olmaysiz va loyiha sizdan 1 oy, 2 oy ishlab turib chiqib ketishi mumkin. Ya'ni agar siz masalan o'rgangansiz, 2000 ga qiymat berib sotib yuribsiz, aynan shu instrumentni ishlatib 3000 ga sotsangiz bo'ladi yoki 500 ga sotib yuribsiz, qanaqa qiymat berishni bilasiz, ozgina qiymatni ko'tarib, biz aytgan ko'rinishda sotadigan bo'lsangiz, masalan 1000 ga yoki 1000 ga sotayotgan bo'lsangiz, 2000 ga sotsangiz bo'ladi. Endi umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, siz shu 5 ta narsaga ahamiyat berishingiz kerak. Birinchi o'rinda qanaqa nishada ishlaysiz, tanlab oling. Agar birinchi marta ishlayotgan bo'lsangiz, iloji boricha nisha tanlamang, mass marketingga, ya'ni umumiy qanaqa soha bo'lsa ham, faqat qadriyatga qarang, ishlab ketavering. O'zi hayot o'zi sizni nishalashtirib qo'yadi. Ya'ni qaysidir joyda zo'r natija qilasiz, o'zi shu orqali nishalashib ketasiz. Ikkinchisi, loyiha topishda pulingiz yo'qligini bahona qilmang, chunki sizga 4 ta tekinga loyiha olish mumkin bo'lgan instrumentlarni berdim. Ko'proq networking qiling va loyihalarni bepulga olish instrumentlaridan foydalaning. Agarda sizda imkoniyat bo'lsa, target va shaxsiy brendni hoziroq boshlang va bu sizga qimmatroq sotishga yordam beradi. Har doim filtr qo'ying. Agar qorningiz och bo'lsa filtr qo'ya olmaysiz, lekin shunda ham filtr qo'yishga imkoningiz bo'lsa qo'ysangiz, uzoq muddatda afsuslanmaysiz. Переговор o'tkazish etapiga kelganda, переговор sotishga harakat qiling. Chunki juda ko'p leadlar aynan shu переговор, ya'ni uchrashuv nuqtasiga kelganda ketib qoladi. Agar siz переговор o'ziga yaxshi offer beradigan bo'lsangiz, siz ularga sotishingiz, ya'ni переговор o'tkazishingiz ancha osonlashadi va переговор qismini har doim ikkita qismga bo'ling. Birinchi qismda narx bermang, telefon orqali ham narx bermang. Ularni barcha oruvlari va xohlayotgan narsalardan kelib chiqib, qiymat berib va shu qiymatga mos taklif yaratib, keyingi переговорda shuni prezentatsiyasini qilib bering va har doim ularga defitsit bering. O'ylab ko'rishlariga katta imkoniyat bermang va yana bitta muhim joyi, narx berayotganda ikkita narx berishga harakat qiling. Bu joyi esimdan chiqib ketibdi. Chunki ular ha yo'qdan ko'ra ikkita variantdan bittasini tanlashga majbur bo'lishadi. Umumiy $3000 chekka sotish bo'yicha biz hozirgi paytda foyda marketingda ishlatib kelayotgan instrumentlarni berdim. Xudo xolasa shuni ishlatsanglar, sizlarda ham
yaxshi natijalar bo'ladi. Bu YouTube'dagi birinchi videomiz. Boshda ozgina hayajon bo'lgan bo'lishi mumkin. Yaxshi balki o'tdi, balki o'tmadi. Umumiy holatda sizlar bizani poddershka qilsanglar, kommentariyada olgan insaytinglar va xulosanglar bilan bo'lishsanglar, juda ham xursand bo'lamiz va bitta joyi, kim kommentariyada shu olgan insaytlar, yaxshi insaytlarni yozib ketadigan bo'lsa, shu yoqqan insondan bittasini tanlab olib, u bilan xudo xolisa bitta ko'rishib, ularga shu savollariga javob beramiz.